Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim alqat tanlik qo'riq qo'rimisi. Bu qo'rimining tayyorlash usuli va asos materiallarini tushuntirib o'tmoqchiman. Qo'yning qo'riq go'shtidan 1 kilogramm. Qo'shimcha kirasha ko'ki, olpiyoz 1 tüp, zanjibil, qizil turpda uylg'ongil 1 dona. Xurishlardan tuz, tetitqo, oqmoch, to'xu tamjahri, alqat, kavovchin, shakal badyan, muvofiq miqdorda shakar, oqshorpa, pamir qiyami, jangyo, ya'ni sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldidan bu qo'riq go'shtini parchalab olaylik. To'g'rash usuli 3 santi uzunlikda bir taldan ayirib to'g'rab olaylik. Bir taldan ayirib to'g'rab olamiz. O'choqqa yoqib qozon qizg'andan keyin may qo'yamiz. May chuchigandan keyin qo'rig'ini bevosita qozonga solib qo'raymiz. Endi 2 bol qo'shib tuz silib yana qo'raymiz. Biz endi zanjibilni silib olaylik. Mana shundoq cho'ng-cho'ng yaproqchiq to'g'raymiz. Yaproq to'g'rab silib ondan keyin shakal badyanni muvofiq miqdor solamiz. G'ol piyozni o'tirdan yerib cho'ng-cho'ng to'g'rab solamiz. Silib muzlik bıraktıktan keyin ondan hamdir qiyamdan 1,5 bal qo'shib solamiz. Ondan keyin jangyoni muvofiq miqdorda qo'yib olamiz. Jangyoni muvofiq miqdorda qo'yamiz. Aralashtirib hamdir qiyamning kuchmaltani yo'qolgan keyin oqshorib qo'yamiz. Oqshorib deganimiz suvaksiya. Suvaksiya bo'lmasa odat suv ichasak bo'laverdi. Suvni chilashqida qo'yamiz. Shunday qo'yib qozon qaynab qoldi. Ondan keyin qoldirmaklarni solaylik. Tetitqo 1,5 bal qo'shoq. Oqmosh 1,5 bal qo'shoq. To'xu tamjahri 1,5 bal qo'shoq. Az miqdorda shakar solamiz. Dermeklarni bir qo'rsab bo'ldik. Biz tuvoqni yapib, bo'sh o'tda go'shtning yumshoq qattiqligiga vaqtni o'zimiz belgilaymiz. Biz taxsining bir chetiga karabsha ko'kin tizib, qizil turibda tayyorlangan bu gulni bizib olaylik. Siz oilalarda bu gulni qo'ymay tayyorlasangiz ham bo'laveradi.
Vaqtmi to'shab qoldi. To'g'ni chayli. Bu qo'rim tayyor qopti. Bir qachiga süzüp olaydi. Biz bu qo'rg'ini oldin taxsiga ratlik tisib olaydi. Biz endi bu sho'rpa ovqat misilib biroz qaytib tayim chiqqandan keyin biz yo'l kraxmalni muvofiq silib aralashtirib yana shundoq qiyam qilamiz. Bu qiyomi tayyor bo'ldi. Bu qovurg'ining ustiga tash to'kimiz. Bu qo'rmini yuqorida ko'rsatilgandek tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'ladi.